Asosiysi bo'shashmang. Men Surxondaryo viloyatidan, Termiz shahridan Abdurayimova Sadoqatman. Dadam an'anaviy xonandachilikdan maqom aytadilar, keyin estrada ham aytadilar. Yana cholg'u asboblarida ham chala oladi. Akam g'ijak chaladi. Singlim pianino chaladi. San'atkorlar oilasi. San'at bo'lgan ishtiyoqim 5 yoshlarimdan bo'lgan. Shu estradalar aytib yurganman. Ko'pincha 10 yoshlarimda operaga qiziqib ketganman. Ota-onalarim bilan juda ham ko'p konkurslarga har doim borganman. Bo'zatovga 10 yoshda qatnashganman va keyin o'tgan yil ham qatnashib 2-o'rinni qo'lga kiritganman. Bu yil ham Sharq Kavharlari ko'rik-tanloviga qatnashib Grand Prix sovrindori bo'ldim. Festalonia Mileno ko'rik-tanlovida ham 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Yutuqlarga erishgan paytlarimda birinchi bo'lib bobomga aytamiz. Bobam shu yaqinda 70 ga kiradilar. O'zbekistonni Yevropa, Osiyolarga tanitmoqchiman. O'sha yerlarda konsert bermoqchiman. Ko'proq Italiya sahnasini orzu qilaman, chunki opera o'sha yerda yaralgan. Bakumenko Norika Georgievna menga juda ham katta yordam berganlar. Mana shu aytadigan asarimni ham o'zlari o'rgatib, qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham menga yordam beradi. Ustozlaringizni, ota-onangizning yuzlarini yorug' qilishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Sahna sizga muntazir marhamat. Yaxshi ijro, ovozim o'zlariga o'sha bir go'zal tembrlari bor ekan. Juda ham qo'ng'iroq ovozingiz, juda ham chiroyli. Mana shu yo'nalishda ketsangiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ozgina mana shu notalarni ishlasangiz, o'sha qochirimlarni, o'sha tepa-tepa notalarni, stakkatolarni ishlasangiz, bundan-da zo'r bo'ladi. Omad. Endi jaz so'zi bilan gapirib aytganda improvizatsiyalar ham qo'shilibdi, o'zingizlar bir narsalar qo'shibsizlar. Hali qochirimlariga, lekin ijro yaxshi. Nechiga kirgansiz hozir? 13 yosh. Yoshiga nisbatan ijro juda ham yaxshi bo'lgan. Qanchalik ko'lingiz to'ldi? Shu yaxshi aytdim. 10 dan baholasak, necha qo'yamiz? 1 dan 10 gacha. 10 dan 10 desam bo'ladi. Biz esa sizga omad tilaymiz. Birinchi o'rin sohibasi Abdurayimova Sadoqat. Birinchi o'rin egasi 50 million so'm bilan taqdirlanadi. Bo'zatov Fest Yoshlar ovozi tanlovi 2025 opera yo'nalishida g'olibi Bo'zatov iqtidorlarini kashf etishda davom etadi. Siz 10-15 yosh toifasidagi yoshlarni
ijrolarni kuzatdingiz va munosib egalari mana shu sovrindorlar qatorida bo'lishdi. Kelasi finallarda ko'rishguncha omon bo'ling.